Luis de la Fuente Yevropa chempioni qildi va jahon chempioni qildi. Oldingi Ispaniya murabbiylari almashgan edi. Bu balki tarixdagi eng yaxshi ispaniyalik murabbiy bo'ladi. Terma jamoa miqyosida deb qo'yay, chunki Pep Guardiola bilan umumiy titullar bo'yicha hali bahslasha olmaydi janob De La Fuente, biroq terma jamoa miqyosida Ispaniyaning eng muvaffaqiyatli murabbiylari. Va ketdi Sardor Rodri kubokni qabul qilib oladi. Avval medal. Tabriklar. Qirol tabrigi. Ajoyib onlar. Bularga shu musiqa bo'lsa o'ynab ketishsa. Ketdi. 2026-yilgi chempionlar hozir rasman kubokni qabul qilib olishadi. Trump, Infantino ikkalasi baravariga. Xo'sh, to'g'rilar aylanadigan video ko'rib qoling jonli efirda. Trump qolmoqchi. Lekin o'sha mashhur raqsini ham ijro etdi. Xo'sh. Ispaniya jahon chempioni. Tabriklaymiz Ispaniya futbol muxlislarini.